baqirishinglar hammasi ta'sir qiladi. O'shaning uchun men har doim aytaman, iltimos turmush o'rtoqlar, ya'ni bu dushi adajonlar homilador ayollarga juda bir mehribon, muloyimlik bilan nima qilinglar, обращаться qilinglar deyman. Qaynonalar, ya'ni bo'lajak buvijonlarga ham aytaman, ozgina kelininglarni ayab turinglar shu paytda. Chunki o'zi aslida gormon o'zgarishi hisobiga bir gap kam, ikki gap ko'p bo'lib qoladi. Va 1,5 hech kim topib gapira olmaydi. Lekin agar xohish bo'lsa o'shani qilsa bo'ladi. Homilador ayolga juda ham qiyin aslida organizmida gormonal fon o'zgarib yotgan bo'ladi. Oddiy bitta stress, oddiy bitta xafa bo'lish, melichi narsadan butun boshli homilamizga juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Chala tug'ish xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Qon ketib qolishi, nobud bo'lish xavfini yuzaga keltirishi mumkin. O'shaning uchun qizlar, iltimos ehtiyot bo'lamiz, o'zimizga e'tiborli bo'lamiz.